Assalamu alaykum qarindoshlar. Yana bugun sizlar bilan maydonga chiqib qoldik. Hammanglarning oldimizda kelayotgan yangi yilinglarni tabriklayman. Va butun dunyoda Christmas o'tkazayotgan qarindoshlarimning Christmasni yaxshi o'tkazganligiga ishonaman. Qarindoshlarim, men buningdan 10 kunning oldida 10 kun, 12 kun dak bo'lib ketdi. Mao Germaniya davlatlik parlamentdan mesela meclis federal hükümetin parlament a'zolarining Uyg'urlar uchun o'zligidan hech qanday bizning turkumizsiz mush Magnitskiy qonunni bilan Xitoyni jazolash haqida bir imzo to'plash faoliyati olib beribdi ekan. Bu faaliyette qarsam tek 3000 ga yetmepti. Nayt izoh tatdim. Bir chet el parlamenti biz uchun mushunda qilgan vaqtida bizning bu faoliyat shuncha kunlar 3000 ga turib qopti deb men butun dunyoga bir murojaat qildim. Bir kun 10 kundan oshdi deyman buningga. Hozir qarasam bu 34 mingdan eshibdi. Rahmat sizlarga. Buningki mushu jarayonda mush xabarni yetkazib, mushuning bir dalolatga butun dunyoni qo'zg'ab bersingiz deb billa harakat qilgan bolalar, masalan Germaniyadan Olimjon Tursun, Muradil, Qozog'istondan Abdumalik, Qozog'istondan, Qirg'izistondan Ismoil degan mush yoshlarimiz Naitmiş Amerika'daki Uygur uyuşmasının yaşları ve dünyadaki hem teşkilatların meyli Norvegiya, Şvetsiya, Germaniya, meyli Avstriya, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye bununla naiti faal katnaşıp demek 3000 vaqtida'mış bir men endiş qilib bunu sat oldu deb so'zlasam, hozir 34 mingdan eshibdi. Rahmat sizlarga mushu harakatni qo'zg'agan qarindoshlar. Bo'libmi Uyg'uriston ozodlik tashkiloti menga bir necha qitim mushuni butun dunyo bo'yicha harakatga keltirish kerak deb aytib cho'ng faoliyatlarni dunyoning hamma yerida qanot yaydi. Bularga rahmat. Mana mushunda tashkilotlarimiz hammamiz tashkilotlar bo'lsin, cho'nglar bo'lsin, kichiklar bo'lsin, ish cho'nglar bo'lsin, o'rta yoshlar bo'lsin, teşkilatlarının konusu olsun, yenisi olsun, muşu xalq olsun, muşunda birlikte hareket kısak hem iş nayet yaxşı oldu. Mesela muş Uygur kanununu Amerika'da maqıllaş için bir Maysam degan hanım 100'den artık kongreske xat yazdı. Mesela Kanada'da Mevla'nın ayalı Bar hanım 50'den artık kongres senatörge xat yazdı. Bular küçük gibi. Bütün iştatlardaki muş kanun maqullaydigan Marco Rubio'ga, Christoph Smith'ga, muş kongresga, senatörge xat yazıvatgan dünyadakiler ma kanunning ciddi birinci qitim o'tishiga nayt zor xizmat ko'katdi. Endi yangi yil kiryapti. Mush yangi yilda biz yana mush o'zimizningki hozirgi qonun Uyg'ur to'g'riliq tuzilgan Amerika sanatidan o'tadigan qonun uchun yana dunyo bo'yicha harakatga o'timiz. Bulup bu Amerika'nın özü de bütün ştatlarda biz mişadimiş Virginia etrafında Uygur Amerika uyuşması olsun, başka teşkilat olsun, Uygur Project olsun, Uygur Milli Hareketi olsun, hem teşkilatla ortak hareket kılıp muşun senetini ötküzüp bu yıl muş kanununu maqultadigan işini qilimiz. Biz bunundan başka yana yeni Amerika bir narsani o'ylayotdi qarindoshlar. Yani bununla qo'shimcha yana bir xo'sh bo'lgan bir ish bo'lish oldida turyapti. Buni endi keyingi so'zimda sizlarga deyman. Bo'libmi mush Germaniyaning Magnitskiy qonun az qapti vaqti, sonimi az qapti, az qoldiganga bir kuchib etinglar qarindoshlar. İmza. Meyli Türkiye, meyli Qozog'iston, meyli Qirg'iziston. Men bir sizlarning onanglar va lideringlar bo'lishlikdan bilan müracaat kılman, muşu chet elde biz bir akıdan işlemey, özü Germaniya parlamentinin oturup açık kalka biz kol koymay, toşmay kalsı set durdu. Toşsun, ötsün, ötmüsün, muşunu toş kızınlar karındaşlar. Hemmenlerine salam, rahmet.